Bu videoyim 3 so'mga qimmat 3 pulli blogerlar haqida. Hurmatli 3 so'mga qimmat blogerlar. Iltimos, haligi kredit do'konlarini, kredit telefon sotadigan, kredit maishiy narsalar sotadigan, lombard, protsent umid qiladigan narsalarni reklama qilishdan to'xtatinglar, onasini hamsin. Oddiy xalq sizlarni gapingizga ishonib boradi, to'g'mi ayollar bor. Erini ish sal yurishmasa ham kreditga ekanu to'lab berasizda, olib berasiz, qo'ymaysiz. O'rtoqdan kam bo'lgisi kelmayotgan opalarimiz bor, ularga mebel kerak. O'g'li itti bolasiday o'sha chetma-chet ishlasa ham bir tengaligi o'g'lini qadriga yetmaydigan onaxonlarimiz bor. To'ydirib yuboryapsizlar. Mana 10-11 kuni mana narsa 500 so'mdan, mana 150 so'mdan 700 so'm qilib olishinglarni ham aytinglar. Kreditga ribogarlashgan odam oxiri kapangado bo'lish haqida ham aytinglar. Birorta bir blogeringlar chiqadimi? Unda bir bu narsalar yomon, kerak emas deb qachongacha odamlarni kerak emas bo'lmaydigan narsalarga ishontirmoqchisizlar? Vobshe sizlarga tushunib bo'lmayapti-da. Mayli-ku adashib telefon olib qo'yapti yosh bolalar boshlanishiga, keyin 1 million uzundan olyapti, boshqa qilyapti, shu bilan shu narsalar bilan kasak bo'lib, ba'zi bir yoshlarni umri kredit to'lash bilan o'tib, yoshligi sinib ketmayaptimi-kin, o'zi sinib qolmayaptimi-kin? Nech pul beryapsizlar shu kreditli haligi bo'lib to'lashli narsalarni reklama qilib berayotganinglarga? Nech pul olyapsizlar? $100, $200, $300 nari borsa $500 pulingizni olib ketyapsiz-a? Lekin 5 milliardga qimmat, shundan aziz bo'lgan insonlarning hayoti nima bo'lyapti? Kreditini to'lamayotganlar o'zini osib qo'yayotganini bilyapsizlarmi? Eshityapsizlarmi? Odamlar o'zini davlatdan qochib ketayotganlarni-chi? Shu sizlarga o'xshagan joylardan kasak qilib turib, oxirida uje ana eksport degan narsalarga kirib ketayotgan bolalarni taniyapsizlarmi, bilyapsizlarmi? Sal erkinroq yashaylik, o'zbekchilik yaxshi, lekin men o'zbekchilikni haddan tashqari o'tkazib yuborish yoqmaydi menga. Sal erkinroq yashaylik, bo'ldi o'y. Yig'ishtiring bu kredit degan narsani. Oldinlari qornimiz och qolsa, ertasiga ovqat kelguncha kutardik-da. Nimaga hozir yeydigan ovqatgacha kredit? Nimaga hamma yo'q kredit? Bu yaxshi narsa emas-ku, kallanglarni ishlatinglar. Uydagi ota-onalar farzandinglarga kredit yomon narsaligini, bo'lib to'lash yomon narsaligini, qarz yomon narsaligini, protsent yomon narsaligini tushuntiringlar, riboni. Gulday bolanglar xor bo'lib ketyapti-yu. Bo'ldi, bizni o'ldirayotgan narsa shu, boshqa narsa emas, boshqa narsa o'ldirmaydi. Yig'ishtiringlar. Shu kredit degan narsani eshitsam, tepa sochim tikka bo'ladi-da. Manaman deb yurgan biznesmenni ham sindiradigan o'sha kredit. Qarz. Odam bunchalik bo'lmaydi. Yana bilmadim, o'zingizni fikringizni qoldiring. Это не есть хорошо. Undan lutchi ishlash kerak, harakat qilish kerak, topishga harakat qilish kerak. Men bundan 4-5 yil oldin 180 million kredit olib, bir dunyo narsam kirib ketib, hamma yo'q uyim, moshinalarimga yetkazib qo'yganman-da, ahmoqlik qilganman. Hoy, kredit olma deydigan odam bo'lmagan. Ol, zo'r bo'ladi, maza qilib yeymiz, ishlatamiz. Ol. Zo'r bo'lib ketadi hayotimiz deb aldashgan yosh bola boshim bilan olib, kapangado bo'lganman-da. U kredit yaxshi narsa emasligini tushuntiringlar. Ey! Shanba bozor kunlari aksiya ketyapti. Tilla olish kerak, boshqa olish kerak, bilmayman, tushunmayman. Onalar, sizlar farzandinglar boshqa davlatdan o'lib kelishidan hech to'ymadinglar-da. Yosh yigitlar, sizlar hech ko'zinglar ochilmadi-da shu mayda-chudaga kredit olishdan. Uyda o'tirgan kelinchaklar, o'rtog'inglar eri bilan o'zinglarni eringlarni solishtirib, baxtinglarga zavol olib kelayotganinglarni hech ko'zinglar ko'rmaydi. Qachongacha? Uyda yangi remont qilib berish kerak, akani ko'chirib qo'yish kerak, yana nima qilish kerak, yana ko'chadagi kreditlarni berish kerak, hamma narsani osib qo'yasizlar. Qazo qadaringlarga ishonmaysizlarmi? Peshananglarga bitilmaganmi? Yo bu dunyoda vechni yashaysizlarmi?
Menimcha hamma bir kun kelib o'ladi. O'lganimizdan keyin katta qurilgan 8 etajli qasr-u minib yurilgan Impala'ni nima keragi bor? Undan ko'ra hozir mazza qilib yoshlikda yashab, o'sha dunyoda bor mahallingizda Jigulingiz bormi, Nexia'ingiz bormi, Sparkingiz bormi, minib o'sha kichkina kvadratli uyingizda yashashingiz qanaqa baxt. Masalan, men ham imkon qila olaman sizlarga o'xshab kredit qilib, li 9ni ham olaman, kottejini ham olaman, lekin men bir umr yuragim ushlab, qachon kelishar ekan, uyimni tortib olmasmikin deb yashashni xohlamayman. Men kichkina kvadratli uyda yashayman. Boshim aylansa ketim urilib ketadi. Lekin tinch yashayman. Sizlar ham bo'ldi qilinglar, voy. Kredit sizni umringizni yeydi. Kredit sizni sindiradi. Kredit olgan kuningizdan boshlab momangiznikiga kirib ketganingiz shu bo'ladi. Ha, bu ribo. Bilmadim. Bilganinglarni qilinglar, kommentariyada sizlarni kutaman.